Esingiz bor, 2019-2028-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi ijrosi yuzasidan qator ishlar olib borilmoqda. Jumladan 2024-yil davomida jami 29 ta, 2025-yilning ayni paytiga qadar esa 18 ta chiqindi to'plash poligonlari rekultivatsiya qilinib, tuproq qatlami bilan yopildi. Shuningdek, respublika bo'yicha jami 42 ta chiqindi to'plash poligoni faoliyati to'xtatilib, 90 gektarga yaqin yer maydoni tabiatga qaytarildi. Biz ayni paytda xuddi shunday poligonlardan biri bo'lgan Buxoro viloyatining Shofirkon tumani Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan chiqindi to'plash poligonida turibmiz va 5 gektar yer maydonidagi mazkur poligonning faoliyati to'xtatildi. Endilikda ushbu hududga olib kelinadigan maishiy chiqindilar viloyatda tashkil etilgan ekosanoat zonasiga yo'naltiriladi.